Türkiye'ye o'qishga kelgandan keyin o'zi va oilasi minglagan Uyg'ur oilalariga o'xshash Xitoy zulmidan qutula olmagan Uyg'urlardan biri bo'lgan Javlon Shirmamat o'zi va oilasining bishiga kelgan kelishmasliklarni Xitoy doiralarining uning oilasidagilar bilan ko'rishtirmaganligini Turkiya taratqullariga oshkorladi. U xabar taqvimiga qilgan so'zida Turkiyaning insoniyatga qarshi bu jinoyatga parvosiz qolmasligi kerakligini ta'kidladi. O'zining ma'mur oilasining farzandi ekanligini va oilasidagilarning tarbiya ko'rgan kishilardan tarkib topganligini bayon qilgan Shirmamat mundaq dedi. Mening oilam, opam, dadam, enim hammasi ma'mur. Men 2018-yili 1-oydan boshlab ular bilan aloqalasha olmadim. Xitoy davlatining ularni tarbiyalash nomida yig'ilish lagerlariga qamaganligidan xabar topdim. Javlon mayli o'qish yoki savdo qatorliq sabablar bilan chet elga chiqqan Uyg'urlarning oilasidagilar bilan bo'lgan aloqasini yo'qotganligini bayon qilib mundaq dedi. Bu menla duch kelgan bir ahvol bo'lib qolmasdan 2016-yildan boshlab chet elda o'qiyotgan Sharqi Turkistonlik o'quvchilarning ko'pinchisi Sharqi Turkistondagi oilasidagilar bilan bo'lgan aloqasini yo'qotdi. Oilamdagilar bilan ko'rishish uchun bu yerdagi Xitoy konsulxonasiga iltimos sundim. Men yozma yoki bevosita ko'rishish orqali oilam bilan aloqalasha olmaganligimni ilmiy usulda bayon qildim. Ular nurg'un rasmiyatlarni oldimga qo'ydi. Oxirida ular menga oilamdagilarning meni ko'rishni xohlamaydiganligini aytdi. Men qarshilik qila olmadim. Nemishqa bolasini 2,5 yil ko'rmagan va hech qanday xabar ola olmagan ona uni ko'rishni xohlamaydi. Bundaq ish mumkinmi deb so'radim. Bergan javobi o'xshash edi. Oxirgi qitim 2019-yili 12-oyda onam, dadam va qarindishimning 2018-yilning beshida yig'ilish lagerlariga qamalganligidan xabar topdim. Sharqi Turkistondagi majburiy emgak masalasi haqida ko'plagan dalil isbotlarning ma'lum bo'lishiga ergishib, borgan sari ko'p soha buningga munosabatli ta'minot zanjirlarini man'iy qilish tashabbusiga ovoz qo'shishga boshladi. 31-avgust kuni bir qism kishilik huquq tashkilotlari Amerika hukumatiga qarashliq har qaysi tarmoqlarni Sharqi Turkistondan keladigan paxta mahsulotlariga chetishliq barliq import faoliyatini to'xtatishga chaqirdi. Muhofizatchi gazetining 31-avgustdagi xabarida aytilishicha, Amerika Davlat xavfsizlik Ministrligi qaramog'idagi Tamojna va chegara mudofaa idorasiga topshirilgan o'xshash mazmundagi ikki xil chaqiriqda Uyg'urlarning davlat hokimiyati orqa tirak bo'layotgan majburiy emgak sistemasida paxta mahsulotlari uchun ishlayotganligi, navbatda bu vaziyatni paxta gulagi deb nomda tasvirlashning mumkin bo'layotganligi ko'plagan isbotlar bilan ko'rsatilgan. Shundaqla Xitoyning dunyo bo'yicha eng chong paxta ishlab chiqaruvchi davlat ekanligi, Xitoydagi paxta mahsulotlarining 84% Uyg'ur diyoridan keladiganligi ta'kidlangan. Angliya Yahudi vakillar hay'atining raisi Mari van der Zel Xitoyning Londondagi bosh elchisiga Uyg'urlar haqida maktub yozib, Uyg'urlar uchrayotgan zulmning 75 yil ilgari natsist Germaniyasida yuz bergan ishlarga o'xshaydiganligini aytdi. Angliya Yahudilar vakili kengashining raisi Mari van der Zel Xitoyning Angliyadagi bosh elchisiga yozgan maktubida dunyoning Uyg'urlarga qilayotgan zulmni kechirmaydiganligini ta'kidladi. U Xitoyning Uyg'urlarga qilayotgan ziyonkashligining 75 yil burun natsist Germaniyasining Yahudilarga qilgan ziyonkashligini eslatadiganligini aytdi. Amerikadagi Xitoyning yuqori darajali diplomatlari oliy maktablarni ziyorat qilish va elchixona binosi sirtida 50 dan ortiq kishi qatnashadigan madaniyat faoliyatlarini o'tkazish uchun Amerika Tashqi ishlar ministrligidan tasdiq olish kerak. Amerika Tashqi ishlar ministrligining bayonotida Xitoy elchixonasi va konsulxonalari ochgan barliq ijtimoiy aloqa hisoblarini aniqlash uchun harakat qilinganligi bayon qilingan. Washingtonning bu qadami Beijing doiralarining Xitoyda vazifa o'tayotgan Amerika diplomatlariga qo'ygan cheklamasiga qaytarilgan inkos deb qaraldi. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo tunugun ministrlikda o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida mundaq dedi: "Biz faqat teng darajada muomala talab qilamiz. Bizning Xitoyda vazifa o'tayotgan diplomatlarimiz qanday huquqlarga ega bo'lsa, Amerikadagi vazifa o'tayotgan Xitoy diplomatlarimi o'xshash darajada bo'lishi kerak. Bugun chiqargan qarorimizmi mushuningga qaratilgan."
Amerika Davlat Mudofaa Ministrligi 5 burjeklik binoning yillik baholash doklatida Xitoyda hozir dunyodagi eng chong dengiz armiyasi borligi, Beijingning dunyo miqyosida birlashma harakat elib berish iqtidoriga yetganligi ilgari surildi. Doklatda Xitoyning kelgusi 10 yilda yadro o'q peshining sonini bir qatlash mumkinchiligi borligi o'tirg'a qo'yildi. Hozir 200 dek yadro o'q peshi borligi bilingan Xitoyning quruqliq, havo va dengizdagi yadro energiyasini oshirish fursati borligi o'tirg'a qo'yildi. Bu sonliq ma'lumotning tunji qatim omma bilan bahrlanganligi bayon qilingan bo'lsa-mu, Amerika olimlar birlashmasi Xitoyning taxminan 320 yadro o'q peshi borligini o'tirg'a qo'ygan edi. Hindiston Uchur va Texnika Ministrligi Xitoyga chetishliq 118 appning butun mamlakatda cheklanganligini e'lon qildi. Hindiston vaqt gazetining xabar qilishicha, ministrlik Hindiston bilan Xitoy o'rtasidagi amaliy kontrol liniyasida to'qinish yuz bergandan keyin bu qarorni chiqargan. Buning bilan PUBG o'yini yanfon nusxasi, Ündidar, Sultonlar o'yini va applar qatorliq Xitoyga chetishliq 118 xil yanfon yumshoq detalining cheklanganligi ko'rsatildi. Hindistonda aktiv PUBG ko'chma abonentlarining 33 milliondan oshadiganligi bildirildi.